Xudoga ming qatla shukr sizlarni yuborgani uchun. Rahmat. Sizlarni bir duo qilaman. Rahmat, xolajon. Oramizdagi uy. Mana shu to'g'ridagi, ha? Shu uy. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Firuz aka, bu yerda kamroq sizga sovg'a salom olib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xola, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 4 kishi yashaymiz dedingiz, yana kim yashaydi sizlar bilan? Ha, yaxshi. O'g'il bolami, qiz bolami? O'g'il bola ikkinchi Ha. Ha, yaxshi. Bizdan arzimagan sovg'a salom xolajon sizga, mana shu bolalaringizga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismingiz nima? Husan. Quloqlari og'irmi? Mana akam lor xirurg Bakayev Amir Abdusalimovich Rossiya Moskva shahrida ordinatura bo'limida 2 yil o'qiydi. Rahmat xolajon. niyatlaringizni yetkazib yurishsiz. Rahmat. Salomat qilsin. Rahmat xolajon. Bu yerda ijarada turasizmi? 3 yil bo'ldi. Mana shu yerda arzimagan sovg'am bor siz uchun. Arzimagan hammamizga bersin. Umringiz uzoq qilsin. Uydagilaringizni hammalarini sog' salomat qilsin. Daringizga yetkazib yursin. Rahmat. Xayr. Bemorlarimiz ham tuzalib ketsinlar. Omad bersin sizlarga. Rahmat. Allohu akbar. Sen aka, otim Damir, meni tushundingiz a? Qomatni ko'taring. Ana shunday. Yaxshimi? Boshingizni ko'tarib, o'zingizga bir ishonch bilan gapiravering. Qulog'ingizni davolaymiz. Xo'p, sog' salomat bo'ling. Har sen aka, bizga javob. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, ishlaringizga omad. Xo'p, xola charchamang. Xo'p.